$100 evaziga siz uy, mashina sotib olishingiz mumkin. Eshitganingizda kulgili tuyulishi mumkin, ammo bu gap ortida sizni hayratda qoldiradigan bir haqiqat yotibdi. Chunki masala $100 emas, masala sizning ong ostingizda. Yillar davomida tinmay harakat qildingiz, ko'p ishladingiz, o'rgandingiz, jamg'ardingiz, ammo orzu qilgan uyingiz yoki mashinangiz hali ham hayotingizda yo'qmi? Nega? Chunki har bir inson ichida yashirin kuch, ya'ni ong osti bor va bu ong ostida ikki turdagi programmalar yashaydi. Birinchisi ijobiy programma. Bunday programma sizni doim olg'a siljitadi. Ikkinchisi esa bu salbiy programmalar. Bunday programmalar sizni doim ushlab turadi. Hozir men sizga misol tariqasida bir vaziyatni keltirib o'tmoqchiman. Misol uchun tasavvur qiling, shunday holatlar kuzatiladiki, ikkita inson bir xil imkoniyatga ega bo'lib, deylik, bir xil biznesini ochadi va birida ishi yurishib ketadi, biri yuksaladi, ikkinchisi esa ishlar yurishmaydi va joyida qotib qoladi, yo bo'lmasa qarzdor bo'lib qoladi. Buning sababi nimada bilasizmi? Agar tashqi tomondan siz ularga baho beradigan bo'lsangiz, ularda deyarli imkoniyatlar bir xil bo'lgan. Lekin imkoniyatlar bir xil bo'lishiga qaramay, birida ishlar o'xshab ketadi, birinchisida esa umuman ishlar o'xshamaydi. Demak, buning sababi biri ijobiy dasturlar bilan yashaydi, ikkinchisi esa salbiy dasturlar bilan yashaydi. Va siz o'zingizga shunday savol bering: nega harakatlarim natija bermayapti? Nega pul keladi-yu ushlay olmayman, yoki nimaga menga pullar kelmaydi? Nega hayotim o'zgarmayotgandek tuyuladi? Balkim siz ham aynan mana shunday salbiy dasturlar ta'sirida yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Aksariyat holatlarda judayam ko'pchilik insonlar mana shunday salbiy dasturlar ta'sirida yashaydi, lekin bunday salbiy dasturlar borligini hatto bilmaydi va aynan mana shunday salbiy dasturlar sizni ong ostingizga bolalikdan singdirilgan va siz ularni haqiqat deb qabul qilgansiz. Va bilasizmi, toki siz mana shu ong ostingizdagi salbiy programmalardan xalos bo'lmay turib harakatlanar ekansiz, sizni daromadingiz deyarli o'zgarmaydi. Demak, sizni daromadingiz sizni xatti-harakatlaringizga bog'liq emas. Sizni daromadingiz sizni ong osti dasturlaringizga bog'liq. Agarda siz mana shu ong ostingizdagi dasturlaringizni o'zgartira olsangiz va ishni birinchi navbatda harakat qilishdan oldin mana shu ong ostidagi keraksiz bo'lgan dasturlarni yo'qotishdan boshlasangiz, bilasizmi, sizni daromadingiz o'sishni boshlaydi, sizni ishingiz rivojlanadi. Lekin aksariyat holatlarda insonlar qanday yo'l tutadi? O'zida bo'lgan o'sha ong osti programmasidagi salbiy programmalardan xalos bo'lmay turib harakat qiladi. Judayam ko'p harakat qiladi, mehnat qiladi, lekin natija baribir kutganidek bo'lmaydi. Shuning uchun ham birinchi navbatda harakatni ong ostidagi salbiy programmalarni tozalashdan boshlash kerak. Va qachonki siz mana shu ong ostidagi keraksiz bo'lgan programmalardan ongingizni tozalar ekansiz, mana shunda siz boylikka ochilasiz, katta daromadga ochilasiz. Chunki o'sha salbiy programmalar endi sizga to'siq bo'la olmaydi. Sizni daromadingizni ko'payishiga hech qanaqa to'siq bo'lmaydi. Agar ongda o'sha to'siq turib tursa, sizdagi harakatlar deyarli nolga teng bo'ladi. Shuning uchun ham demak, birinchi navbatda o'sha to'siqlardan xalos bo'lishni o'rganish kerak. Va mana shunday to'siqlardan xalos bo'lishni istasangiz, siz konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin va bu konsultatsiyada siz ong ostingizdagi salbiy dasturlar aniqlanadi va ulardan xalos bo'lish
yo'llari o'rgatiladi va shunday qilib siz boylikka ochiladigan yangi ijobiy dasturlarni o'rnatasiz. Va bilasizmi, ongi ostingiz o'zgarganda avtomatik ravishda sizni daromadingiz ham o'zgaradi. Shunday ekan, agarda siz ham daromadingizni oshirishni xohlasangiz, konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Ko'pchilik aytishi mumkin, konsultatsiya narxi qimmat, lekin ishoning, mana shu konsultatsiya davomida, misol uchun, konsultatsiya narxi $100 bo'lsa, 1 soatlik konsultatsiya narxi $100 turadi va siz mana shu $100 to'lov qilib, o'zingizni daromadingizni 5, 10, 20, 30 baravarga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz ham konsultatsiyaga yozilishni xohlasangiz, marhamat, quyida berilgan Telegram havolasi orqali murojaat qilishingiz mumkin.